Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 8-avgust kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 36 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11.952 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.195.210 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 30 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 13.779 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.377.000 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.98 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 145 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 145.210 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi har kunlik dollar, yevro hamda Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.